G'ilaylikni eng ko'p bezovta qiladigan tomoni odamlarda tashqariga qaragan g'ilaylik bu yaqqol namoyon bo'lganligi uchun odamlar uchun kosmetik muammo bo'ladi. Ko'pincha ota-onalar keyinchalik yaxshi bo'lib ketadi deb bu operatsiyadan qo'rqishadi. Nimaga desa, endi baribir ota-ona bolalarini qiynalishini, azoblanishini xohlamaydi. Lekin shu muammo balog'at yoshiga yetgandan keyin odamlarga o'ziga nisbatan kompleksiya rivojlanishiga, omma oldiga chiqishga yoki kimnidir yuziga, ko'ziga qarab gapirishga noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun agarda sizni bu muammo qiynayotgan bo'lsa yoki shunga qaramaslikni yoki noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi. Tashqariga qaragan yoki ichkariga qaragan g'ilayliklar 70-80% holatlarda bitta bosqichda o'zida hal bo'ladi. Agarda sizda yuqoriga qaragan yoki pastga qaragan g'ilaylik bo'ladigan bo'lsa yoki farzandinglar doimiy boshini qiyshaytirib yoki chapga yoki o'ngga qiyshaytirib yuradigan bo'lsa, bu ham g'ilaylikning bitta belgisi hisoblanadi. Majburiy holat hisoblanadi. Shu orqali ko'zni bitta ko'rishga, ikkita ko'zni bitta nuqtaga qaratishga yordam beradi. Bu ko'z muskullarida bo'lgan muammo sababli. Agarda farzandingiz doimiy ko'zini qaysidir poложениеda harakatlantirayotgan bo'lsa, nevrolog va oftalmolog qabuliga olib kelishni unutmang.